aynan mahallalarda qanday faoliyat yuritmoqchi? Har kuni Toshkent shahrini mahallalarida sayyor qabullar tashkil qilinyapti. Toshkent davlat yuridik universitetida ayni kunlarda yuridik klinika qanday faoliyat yuritmoqda? Fuqaroni shu yurib kelishidan boshlab o'sha tipologiyasi borda, biz o'sha treningda o'tamiz. Lekin biz majburmiz uni qabul qilib eshitishga. Undan oldin bitta sizga konseptual masalani aytay. Yuridik klinik ta'lim bu davlat uchun ham muhim, jamiyat uchun ham muhim va unda yashovchi insonlar uchun ham muhim. Bu ish fail bo'ladi, muvaffaqiyatsizlikka uchraydi degan keyslar bo'yicha talabalarimiz sudgacha borib yetib kelgan holatlar borda. Demak, yuridik klinikada faoliyat yuritgan talaba advokaturaga yoki sud tizimlariga tayyor bo'lib boradimi yoki o'sha advokatlar bilan shartnoma asosida ishlanadi. Bu havola orqali qilishingiz mumkin. Raygazga borsa, o'tda aytilgan, buvijon siz to'lashingiz kerak, mana chek kvitansiya degan. Uni qo'lida ham to'langan kvitansiyalar klikda chiqib turibdi. Assalomu alaykum. Demak, bugun suhbat loyihamizning navbatdagi soni va biz bugun suhbatimizda yuridik klinika haqida suhbatlashamiz. Demak, bugungi mehmonlarimiz klinik ta'limni muvofiqlashtirish bo'limi boshlig'i Otabek Narziyev hamda yuridik klinik ta'lim muvofiqlashtirish bo'limi ustuvchisi Aygirim Arifboyeva. Demak, yuridik klinika volontyori Abdusalom va Husnora bo'lib o'tadi. Demak, assalomu alaykum Otabek yana bir bor. Demak, keling, o'zi yuridik klinika haqida suhbatimizni boshlasak. Demak, dastlabki endi ko'pchilik bizni auditoriya eshitayotganlar tushunish uchun o'zi yuridik klinika nima va qanday faoliyat yuritadi? Xo'p, assalomu alaykum. Avvalambor taklif uchun minnatdorchilik bildiramiz. Haqiqatan ham biz ko'p eshitganmiz, nima uchun klinika degan savolga ko'p e'tibor bermaymiz. Hatto talabalarimiz orasida ham tushunmovchilik mavjud. Karantin vaqtida bizda vaksina olish uchun murojaat qilgan talabalar ham bo'lgan. Nomida klinika bo'lganligini inobatga olib. Nima uchun klinika degan savol birinchi. Bu tarixiga borib taqaladi. Amerika Qo'shma Shtatlarida birinchi yuridik klinikalar paydo bo'lishidan oldin professorlar qanday qilsak biz talabalarning sifatini oshiramiz degan savolning ustida o'ylanishgan. Aynan huquq sohasining professorlari. Va ular qiyosiy usulni qo'llab meditsina fakultetida tahsil oluvchi talabalarni faoliyatini o'rganishgan va nimani ko'rishganki, u yerda talaba darsda o'qiydi, darsdan keyin professor bilan demak bemorni muolajasida bevosita ishtirok etadi. Diagnozida, operatsiyasida va boshqa o'sha demak tibbiy muolajalarda ishtirok etadi va bu narsa natijadorlikda juda katta ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni professorning oldida yurib, bemorlar bilan bevosita muloqot qilgan talabalarni amaliy ko'nikmasi bir necha bor oshadi, sifati oshadi. Va o'sha Georgetown universiteti, Amerikadagi Georgetown universitetining professorlari shunaqa bir savolni qo'yishadiki, biz nima uchun mazkur usulni yuridik yo'nalishga qo'llay olmaymiz, ya'ni yurisprudensiyaga qo'llay olmaymiz va shundan kelib chiqib yuridik klinika atamasi shakllanadi. Ya'ni bizda ham fuqarolar bor, biz ham insonlar bilan ishlaymiz. Keling, o'sha professor fuqaroni demak qabul qilayotganda, unga maslahat berayotganda talaba o'rgansin, o'tirsin, eshitsin, ko'rsin. Ajoyib. Ko'pincha o'zimda ham bo'lardi. Nega aynan klinika degan savol tug'ilardi-da. Demak, aynan shu yerdan kelgan ekan. Xuddi shunday. Demak, bir asrdan ortiq butun dunyoda eng nomi chiqqan top yurisprudensiya sohasidagi universitetlarda yuridik klinik ta'lim joriy qilingan. Shunday. Bizning universitetda qachondan beri faoliyat yuritmoqda? Bizning universitetimizda 25 yildan oshdi. Birinchi tashkil qilganimizda biz birinchi volontyor talabalardan bo'lganmiz. Va o'shandan beri respublikada sanoqli ta'lim dargohlarigina saqlab qola oldi. To'g'ri. O'zim ham juda ko'p professor, ustozlar bilan suhbatlashganimizda, aynan shu loyiha doirasida ham ko'pchilik aytgan yuridik klinikada amaliyot o'taganman deb aytishadi. Keling endi sizga savol bersam, aynan mana yuridik klinikani oddiy darsdan nima farqi bor? Endi qarang, yuridik klinikada talabalar o'z bilimlarini amaliyotda qo'llay oladi. Ya'ni dars paytida faqat dars nazariy bilimga ega bo'lsa, yuridik klinikada esa amaliyot bilan shug'ullanishadi. Bu degani ular parallel ravishda ikkita narsani
teppa teng olib ketadi degani. Bu degani ham bilim jihatdan oshadi, ham professional yuridik ko'nikmalari talabalarda oshadi va ular 4-kurs tugatganda tayyor ham bilim ham amaliyotga ega talaba bo'lib universitetni tugatishadi. Zo'r. Endi keling mana hozir bular talaba haqida gapirdi. Siz qanday faoliyat yuritasiz yuridik klinikada? Yuridik klinikaga fuqarolar turli xil masalalarda bizga murojaat qilishadi. Volontyor sifatida biz ularga har xil ariza, da'vo arizalari yoki huquqiy konsultatsiyani ularga yozib berishimiz mumkin. 15 ish kuni ichida yozib beramiz ularga. Ba'zida fuqarolar huquqiy konsultatsiyani o'zi bilan cheklanishadi. Ba'zilariga ariza orqali sudga, prokuraturaga, ichki ishlarga ularning muammosidan kelib chiqqan holda o'sha javob beramiz ariza orqali. Ular kelib o'sha bizani yozib bergan arizamiz tavsiyaviy xarakterga ega bo'ladi. Ular fuqaroning nomidan biz yozib beramiz va fuqaro o'sha tegishli tashkilotga arizasini topshiradi. Zo'r, rahmat kattakon. Hozir kirish qilib turamizda. Hozir endi keling sizga savol, anaqa endi sal anaqa qilamiz. Qarang, siz yuridik klinikada volontyor bo'lganman dedingiz. O'zingizni birinchi murojaatingiz qanaqa bo'lgan sizga kelgan? Esimda yo'q, lekin hozir eslab bilmayman. Bizda endi meros masalasi edi. O'sha paytda ko'p rus millatiga mansub nimalar yosh katta fuqarolar murojaat qilishardi. Bitta narsada volontyorlikda birinchi marta siz bir o'zingiz fuqaro qabul qilmaysiz. Qoidasi bo'yicha siz birinchi o'zingizdan tajribaliroq talaba bilan birgalikda fuqaroni qabul qilishda ishtirok etasiz va birinchi ishtirok etishdagi sizni rolingiz passiv rol bo'ladi. Ya'ni siz ko'rasiz, yoningizda o'tirgan tajribaliroq talaba fuqaro bilan qanday gaplashyapti, uni qanaqa eshityapti, nima savollarni beryapti, qanaqa qilib aniqlashtirib olyapti. Biz hozir auditoriyadan talabani olib fuqaroni oldiga qo'ysak, maqsadga erisha olmaymiz. U ertaga obratniy effekt, ya'ni nima deydi? Aks ta'sir ko'rsatishi mumkin-da va qo'rqish paydo bo'lib talabada keyin butun umr unda o'sha kasbiga nisbatan negativ fikr shakllanishi mumkin. To'g'ri, birdaniga urushga qo'yaversa, qo'rqib qolib keyin ko'pchilik kelmay ham qo'yishi mumkin. Shunaqa. Yuridik klinik ta'lim bu davlat uchun ham muhim, jamiyat uchun ham muhim va unda yashovchi insonlar uchun ham muhim. Davlat uchun muhimligi nimada? Butun dunyoda access to justice degan tamoyil bor. Ya'ni adolatga bo'lgan huquq. Uning g'oyasi shundan iboratki, shaxs o'zining puli yo'qligi sababli huquqini himoya qilishdan mahrum qilinmasligi kerak. Bu davlatning vazifasida. Konstitutsiya bo'yicha davlat, bizda hozir yangi konstitutsiyada ijtimoiy davlat g'oyasi yana ilgari surildi. Davlat shunaqa yo'lni ta'minlab berish kerak. Bu birinchi davlat. Ya'ni bizni klinikamizda faoliyat yuritishi davlatning o'sha ijtimoiy funksiyasi hamda adolatga bo'lgan huquqni ta'minlashdagi bitta asosiy yo'nalish. Bir yilga masalan 4 mingga yaqin fuqaroga biz bepul huquqiy yordam ko'rsatadigan bo'lsak, bu degani xohlagan bitta minbardan chiqib gapirsa bo'ladi-ku, bizda mana tizim bor. Va bu tizim nafaqat bepul huquqiy yordam beradi, balki ikkinchi tomoni kadrlarni ham tayyorlashda bu ishlatiladi. Ya'ni bu yerda kim yutyapti? Universitet. Universitet mana aytdim, hozir 10 mingta talaba bitirsa, bizda deylik 200 ta 300 ta amaliyot o'tagan bo'lsa, birga bir qo'ying, yaqqol ko'rinadi farqi. Shunday. Va uchinchisi fuqarolarning o'zi. Hozir bitta oddiy ariza yozish uchun, advokatga maslahat olish uchun falon pul deydi-da. Masalan, o'sha falon pulni qaysidir oila 1 oylik ro'zg'origa ishlatadi. Endi faraz qiling, biz 4 mingta fuqaro deyamiz, har bitta odamni bizga murojaat qilganning ortida kamida 2 ta 3 ta agar fuqaro bog'liq bo'ladigan bo'lsa, bu 3x bo'ladi, 12 mingta odam degani. Demak, g'oyasi bu yerda har bitta manfaatdor shaxs yutadigan g'oya. Davlatga ham, o'sha universitetga ham va jamiyatga ham foydasi bor. O'zim win-win strategiyasi bor ekan-ku shunga. Xuddi shunday. Demak, mana Otabek aka, keling, endi sekin universitetga qaytamizda. Endi universitet haqida suhbatlashib o'tsak, demak, Toshkent davlat yuridik universitetida ayni kunlarda yuridik klinika qanday faoliyat yuritmoqda? Xo'p, ayni kunlardagi faoliyatimiz juda ham faol desam bo'ladi, lekin bitta narsada qarang, men sizga o'zimning fikrim emas, men o'zim maqtasam, o'zini maqtayapti deyiladi-da.
Men sizga real misollarni keltiray. 2025-yil 26-noyabr kuni, 26-27-noyabr kuni biz juda katta 2 kunlik xalqaro konferensiya tashkil qildik. Aynan yuridik klinikani tashkil etilgan 25-yillik munosabati bilan. Demak, ushbu konferensiyada bir qancha xorijiy universitetlardan bizga aynan o'sha sohada faoliyat yuritayotgan professorlar, mutaxassislar tashrif buyurishdi. Men o'shalarning fikrini sizga aytaman. Mana Hindiston davlatidagi top 50 talikka kiradigan universitetning professori 20 yildan ortiq klinik ta'limda o'zini tajribasi bor. Kirib bevosita bizani har bitta faoliyat bilan tanishdi, talabalar bilan suhbatlashdi, bizani ko'rsatkichlarimizni ko'rib hayron qoldiki, men bu regionda bunaqa tempdagi klinik ta'limni borligidan xabarim yo'q edi degan fikrni aytdi. Yoki Richard Grimes degan Buyuk Britaniyalik mashhur professor bor. U ham o'sha demak asosiy faoliyati klinik ta'limga bag'ishlangan. U ham o'tgan yil kelganda bizni talabalarimiz uchun bir haftalik trening qilib berdi va bevosita o'sha klinikamizda kol markazini yo'lga qo'yish uchun alohida guruhimiz bilan ham ishladi va uni ham fikri sizlar deydi juda katta hajm bilan ishlayapsizlar, juda katta potensial bilan ishlayapsizlar. Endi bu hajm jihatdan, sifat jihat bo'yicha ham qarasa ham xuddi shu narsa, sifat bo'yicha. Ya'ni bizda hozir mana talabalarimiz, xodimlarimiz aytishadi, success storylarimiz borda. Ya'ni mutaxassislar, advokatlik litsenziyasi bor shaxslar bu ish fail bo'ladi, muvaffaqiyatsizlikka uchraydi degan keyslar bo'yicha talabalarimiz sudgacha borib yutib kelgan holatlar borda. Sudgacha borib yutib kelgan holatlari bor. Bu sifat bo'yicha. Endi men o'zim bir nechta davlatga borib, aynan mana shu klinik ta'lim bo'yicha prezentatsiya qilib va ularni nimasini o'rgandim-da. Qanaqa ekan bizda solishtirish. Endi qarang. Polshani, Germaniyani o'rgandik. Germaniyada masalan bitta professorga 8 tadan 12 tagacha talaba biriktiriladi. Bo'ldi. O'sha bilan ishlaydi faqat. Va u yerda masalan bitta fani, men professor agar IP law bo'yicha professor bo'lsam, o'sha IP lawga qiziqqan 8 ta talabani olaman, maksimum 1 semestr ishlayman. Bo'ldi. Undan keyin o'qilib ketadi. Bu qanaqa desam, fanga yoki o'sha professorga bog'langan klinikada yoki Avstraliyani ham ko'rdik, xuddi shunaqa. To'g'ri, yo'nalish ko'p, kimdir migration qilgan, kimdir bola huquqlari qilgan, kimdir mehnat qilgan, boshqa, lekin umumiy tizim olib qaraganda bizani hozirgi 200 dan oshiq volontyorni men biron joyda ko'rmadim. Va 3000 dan oshiq nimani fuqarolarga murojaatni ko'rmadim. Men sizga mana faktlar bilan aytdim. Shuni endi keling shu faktlarni so'raymiz qanaqa bo'lganini. Qarang. Demak, hozirgi kunda yuridik kuniga talabalarni qanaqa jalb qilasizlar va talabalarni jalb qilgandan keyin ular o'zini faoliyatini qanaqa amalga oshiradi va boya aytgan success storylar nimadan iborat? Rahmat. Yuridik klinikaga qabul jarayoni 1 yilda 1 martagina amalga oshiriladi va sentyabr oyida, yili boshida, o'quv yilini boshida biz universitet kanalida e'lon beramiz. 10 kun ichida boyaga qabulga yozilgan talabalarni biz saralash bosqichidan o'tkazamiz. Eng qizig'i bilasizmi, o'tgan yili 1000 tadan oshiq talaba topshirdi yuridik klinikaga. Amaliyot qilish uchun xohishi bo'lgan talabalar qiziqishi har yildan yilga ortib boryapti. Va ulardan saralash bosqichini o'tkazib bo'lgandan keyin birinchi bosqichda o'zi topshiriqli bo'ladi. Ikkinchi bosqichda suhbat jarayoni. 300 ta 400 ta talaba suhbat jarayoniga klinika boshlig'i bilan suhbat bo'ladi va suhbatdan o'tgan 120 ta 80 ta talaba suhbatdan o'tib, ular keyin 2 haftalik ularga sinov muddati beriladi. Va sinov muddatini o'tgan talabalar keyinchalik o'sha yuridik klinikaga rasmiy qabul qilindi deb hisoblanadi. Va har bir yangi qabul qilingan volontyorga mentor biz biriktirib beramiz. O'zini mentori bilan har bir mentorga 2-3 ta talaba biriktiriladi va ular birgalikda fuqaro qabul qilish jarayonida qatnashadi. Ariza yozadi, mentori tekshirib beradi. Shunda ham biz xodimlarning ishimiz ham osonlashadi, ham talabalar ham nima deydi, tet-a-tet to'g'ri o'zini mentori bilan bog'lanib ishlayveradi. Zo'r. Endi bu hozirgi kunda bu aytayotgan narsalaringiz fuqarolar uchun ham juda muhim, chunki mana aynan qaysi fuqaro yuridik klinikaga murojaat qilayotgan vaqtda ularga javob berayotgan talaba shuncha sinovli bosqichdan o'tib kelgan, demak shuncha kelib o'tib qolmaganligini tushunishi mumkin. Talabalarga buni aytasiz. Bizga
intervyuga keladigan talaba nimaga e'tibor berishi kerak? Biz kimni qabul qilamiz va javob berishda nimaga qaysi nima deydi va javob berganda nimani o'ylab javob berish kerak? Biz maqsadiga qaraymiz. Masalan, talaba keladi, men ertaga Amerikaga topshirmoqchiman. Amerikaga topshirganda menda CV'mda volontyor bo'lgan yoki deylik klinikada ishlagan degan narsa kerak. O'shaning uchun kelyapman, recommendation kerak deydi. Biz uni olmaymiz. Nima uchun? Chunki bizga asosiy o'sha klinikani g'oyasini tushungan talaba kerak. Yuqorida men access to justice dedim. Ikkinchi tomoni ham bor-da, buni pro bono deydi. Pro bono degani u jamiyat uchun degani. Nimaga chet elda sizga ish taklif qilayotganda yoki stipendiyani ko'rib chiqayotganda birinchi o'shanga qaraydi. Nima uchun? U faqat o'zini o'ylamaskan, u jamiyatni ham o'ylaydi. Jamiyatga ham nimadir berishga hech bo'lmasa vaqtini sarflashga tayyor ekan degan xulosa bo'lishi kerak. Mana shu biz talabalarni o'zini emas, jamiyatni, o'zi yashayotgan jamiyatni ham o'ylashga tarbiyalaymiz. Va talaba intervyuda faqat o'zini men o'qimoqchiman, bu qilmoqchiman, men o'zimga u qilaman, bu qilaman desa biz uzr deymiz. To'g'ri, unga aytmaymiz. Lekin bu bizning strategiyamiz shunaqa, ya'ni maqsad. Hozir motivatsion letter yozish degan nima ham bor, hozir Aygerim aytdi. Ya'ni uni hozir sun'iy intellekt 2 sekundda yozyapti, biz uni bilmaymiz, u qanchalik o'ziga tegishli. Va o'sha uchun eng muhim bosqich tanlab olishda o'sha intervyu. Va intervyuda biz kerak bo'lsa talaba 3-kurs bo'lsa, men odatda o'sha fuqarolik kodeksidan savol beraman-da. Shartnoma bitim, qarz masalan, aytaman, $10,000 olganman deyman. Hech narsa yo'q, ikkita guvoh bor deyman. Keldi, nima qilamiz deyman. Realni bugungi kunda jamiyatda bizga murojaat qilib, shundoq o'sha talabani auditoriyadan chiqarib, bugungi kundagi realnostga solib qo'yish kerak-da. Qani u qo'llab biladimi, yo'qmi? To'g'ri aytasiz, sababi ham bitta narsa bor. Endi ko'pchilik bar maqsadi faqat CV bo'lsa yoki o'sha chetga ketish uchun oddiy sizdan xat olish bo'lsa, shuni o'shani olgandan keyin yo'q qoladi bu talaba. Shunaqa. Demak, o'shaning uchun bar o'sha klinikaga sodiq, o'shaning uchun jon beradigan, kerak bo'lsa men o'zim ham shaxsan o'sha oldin xonamiz o'sha yon atrofda bo'lganda ko'macha kirardim, kech payt kirsa, kech payt ham talabalar o'tirgan bo'lardi. Va o'sha navbatchilik payti ham kirganimizda to'la talabalar o'tirib, yana bitta sizga afzalligini aytaman. Bu o'zi talabalar aytish kerak bu gapni. Biz talabalar bilmadim, qarang-da. Xijolat bo'lishyapti. Mana siz ham o'qigansiz, hammamiz talaba bo'lganmiz-da. Gruppangizda qancha? 30 ta talaba bormi? Meni patogizda 70 ta bor-da. Sizni umringiz 4 yillik umringiz 30 ta talaba bilan o'tadi-da, bo'ldi. Klinika sizga kengroq imkoniyat ochadi. Shunday. Klinika siz birinchi kurs ham bor, ikkinchi kurs ham bor, uchinchi kurs ham bor. Kerak bo'lsa biz letniy shkola qilamiz. Har yili butun respublikadagi yuridik klinik ta'limga ixtisoslashgan talabalar bilan networkingi bor. Bu degani siz bitta gruppa bilan o'qimayapsiz. Siz butun universitetni, kerak bo'lsa respublikadagi o'sha yo'nalishni talabalarini bilyapsiz degan. Eng yaxshi networking shakllanadi. Kommunikatsiya. Ham networking, ham bilim, ham ko'nikma. Xuddi shunday. Endi demak bu o'zi asli yuridik klinika talabalar uchun ham har tarafdan foyda. Shunday. Endi keling shu foyda haqida bir gapirib bersangiz. Xo'sh, mana yuridik klinika necha yil bo'ldi faoliyat boshlaganingiz? Hozir 3-kursman, 2-kurs boshida qabul qilinganman. Boshida shu o'zlari aytganlaridek mentor bilan, katta tajribaliroq talabalar bilan birga fuqaro qabul qilganman. U paytda juda fuqarolar bilan birdaniga muloqotga kirishish u juda ham qiyin bo'lgan. O'sha katta tajribaliroq talabalardan ko'rib, o'rganib, qanaqa tartibda qabul qilish kerak, qanaqa tartibda fuqaroni jo'natgandan keyin uni huquqiy o'sha muammosiga qanaqa yordam berish kerak, ariza qanaqa yoziladi, o'rganib, bilmasak agar ustozlarimizdan o'rganib, o'sha arizalar yozib, ularga yordam berganmiz. Keyin men eng katta o'rgangan narsam o'sha faqat bilim fuqaroni o'sha muammosiga yechim berish emas, balki yuristga eng kerak bo'ladigan jihat o'sha tinglash prinsipini ham o'rganganman. Fuqaroni o'sha muammosini oxirigacha tinglab, aynan fuqaro nimani xohlayapti klinikadan, qanaqa u muammosiga yechim xohlayapti, shuni yana qayta fuqarodan so'rab, amin bo'lib, shunga yarasha fuqaroni muammosiga yechim berish kerakligini o'rganganman. Bundan tashqari o'sha ustozimiz aytganlaridek kommunikatsiya ko'p faqat patokdagi yoki kursdoshlaringiz, patokdagi tanishlaringiz bilan emas, har xil fakultetdagi talabalar bilan birga bo'lasiz, ular bilan muloqot qilasiz, fikr almashasiz, bilmagan narsalar so'raysiz yoki siz bilsangiz o'rgatasiz. Shunaqa jihatlari
ko'proq foydali jihatlarini shularda ko'rganman. Ha, shunaqa. Rahmat. O'zi asli yuridik klinikaga ko'plab fuqarolar o'zi misol uchun metrolarda yoki ko'chalarda ko'p e'lonlari bor, tekin bepul misol uchun xizmat ko'rsatamiz degan va o'shani ko'rib ko'pchilik kelishadi. Endi keling, mana shu fuqarolik kelish haqida gaplashdik. Endi qanaqa qilib mana onlayn murojaatlarga javob berasizlar? Shuni javob berish prosessi qiziq. Ya'ni fuqaro bir savol berdi, unga javob kelyapti. Endi o'ylash mumkin. Misol uchun men o'zim ham shunaqa holatlar haqida endi o'zim bizni ham aytishdi, ya'ni sun'iy intellektga javob berib klinika xodimlarini tekshirib ko'rishar ekan. Xo'p, rahmat. Onlayn biz o'sha Covid vaqtida joriy qildik buni va o'sha yilda bizda onlayn murojaatlarning soni 3 barobar ko'p bo'ldi-da, offlayndan ko'ra, bevositadan ko'ra. Va onlaynda biz muayyan talablarni qo'yganmiz. Talablar demak biz jo'natayotgan shaxsni o'sha kimligini bilishimiz kerak, u bilan bog'lanadigan raqamni bilishimiz kerak va nima deydi, o'sha masalaga tegishliligini bilishimiz kerak. Ya'ni vakolat masalasi borda. Ayrim payt bizga shunaqa murojaatlar ham bo'lganki, shaxs o'ziga tegishli bo'lmagan masalani so'rab kelyapti, lekin o'sha mulkni egasini bundan xabari yo'qda. Shunaqa holatlar bo'lgan. Ya'ni yuridik va jismoniy shaxslar murojaatlari to'g'risidagi qonunda ham agar vakolatsiz bo'ladigan bo'lsa, ko'rmaslikka haqqi bor yozilgan. Endi onlayn tizimi bo'yicha bizda Aygirim mas'ul, o'sha menimcha o'zi tushuntirgani yaxshi, qanaqa tashkil qilinganligini. Bitta savol berib ketaman. Onlayn endi Telegramda ko'paydi, javob berishlar osonlashdi. Nima deb hisoblaysiz? Demak, onlayn mana shunday javob berishlar bu bir yaratilgan bir imkoniyat sifatida ko'rasizmi yoki qanaqadir keyinchalik bu xavfga olib borishi mumkinmi? Ayni talabalar sizga faoliyat uchun. Savol uchun rahmat. Yuridik klinikaga fuqarolar bevosita kelishi mumkin va onlayn murojaat qilishi mumkin. Onlayn murojaat qildi deganda ham imkoniyatlar har xil bizda bor. Birinchisi bu Telegram bot orqali murojaat qilishi mumkin. Telegramda bizda 6 ta yo'nalishimiz bor va u 6 ta yo'nalishi bittasini o'ziga kerakligini tanlab, ro'yxatdan o'tib, til tanlab murojaatini, kerakli hujjatlarini jo'natib, 72 soat ichida murojaatiga javob olishi mumkin. Iltimos qiladiganimiz fuqarolardan bu Telegramdan jo'natgan murojaati bu ariza yozib bering emasdi. Qisqacha savol va u savolga javob bo'lishi kerak. Bundan tashqari onlayn biz sayt orqali ham murojaatlarni qabul qilamiz. Sayt orqali Zoom murojaat qabul qilish funksiyasiga registratsiyadan o'tsa, u yerda murojaatlarni qabul qilib olishimiz mumkin. Masalan, chet viloyatlarda yashaydigan fuqarolar bizda Zoom orqali ularning murojaatlarini eshitib, onlayn ariza yozib, Telegramdan tashlab berishimiz mumkin. Bundan tashqari Adliya vazirligining tashabbusi bilan ochilgan Huquq maktabi mobil ilovasi bor va u orqali ham kelib tushadigan murojaatlarning barchasiga bizning talabalarimiz javob beradi. Ya'ni mana shu 3 ta usul orqali onlayn bizga murojaat qilishi mumkin. Endi boyagi sun'iy intellekt degan sun'iy intellekt orqali javob berish mumkin degan savolingizga javob bizda 6 ta yo'nalishi o'zining guruhlari bor. Masalan, savol murojaat kelib tushgandan keyin shu yo'nalish tegishli yo'nalish moderatori u savolni talabaga biriktirib beradi. Masalan, Husnoraga biriktirdi. Sog' bo'ling va Husnoraga biriktirgandan keyin Husnora bir kun ichida u murojaatga javob yozish kerak bo'ladi. O'zi o'rganib, to'liq javob yozib chiqadi. Sun'iy intellekt bilan foydalanish mumkin. Nimaga yo'q? Почему бы нет degan savolda foydalanish kerak. Faqat uni tekshirib qayta o'zi tekshirish kerak bo'ladi. Javob yozgandan keyin guruhga tashlaydi va moderatorimiz u javobni keyin ustozga tekshirtiradi. Ustoz 100% to'g'ri jo'natsa bo'ladi degandan keyingina moderator u javobni fuqaroga qaytib jo'natadi. Agar javob to'liq bo'lmasa, masalan, yoki moddalar, qonunchilik, sun'iy intellekt noto'g'ri javob bergan bo'lsa, ustoz shu yerda aytadi. Mana shu joyda, mana shu moddani to'g'irla, mana shu joyda mana bu qonunchilikka yana qo'sh deb aytib, u ustoz tomonidan to'liq tekshirib o'tilgandan keyin tasdiqlangandan keyin fuqaroga jo'natiladi. Tizim bizda shunday ishlanadi. Qarang, o'zi yuridik klinika bu dastlabki ko'rinishi talabalarning klubi sifatida tashkil qilinganda dunyoda. Bizda hozir mana xodimlar ajratilgan universitet tomonidan tizimli bir nima deydi, ta'limni bir qismi sifatida shakllantirilgan, amaliy qismi. Aynan mana shu onlayn murojaatlarni ko'rib chiqishda biz talabalarni o'zi boshqarish tizimiga ko'proq e'tibor berganmiz. Ya'ni boyagidagi 6 ta yo'nalishimiz bor.
talaba xohlagan o'zini yo'nalishi, masalan bitta talaba aytadi, men bir semestr mehnat bo'limida faoliyat yuritaman. Kimdir fuqarolikda, kimdir jinoyatda masalan. Xo'p, endi har bitta bo'limning o'zini moderatori bor. U moderator kim u? Demak, klinikada kamida 1 yildan ortiq faoliyat yuritgan, tajribasi bo'lgan talabalarning o'zi. Va moderator bor. Har bitta bo'limni o'zini muayyan vazifasini bajaradigan, deylik, statistikasini olib boradigan, hop, murojaatlarga qaysiga javob berildi, qaysi qoldi, uni yuritadigan har bitta talaba bor. Uni o'zini o'zi boshqarish. Biz erkinlik berganmiz talabalarga, biz faqat yordam beramiz. Va keyin qo'shimchasiga bizda har bir semestr ichida 6 ta bo'lim ichida rotatsiya bo'ladi. Nima uchun bu narsani qilamiz? Masalan, ommaviy huquq fakultetida o'qiydigan talaba faqatgina o'zi shu yo'nalishda o'rganish kerak degani emas. Har semestrda biz har bo'limda almashtirib chiqamiz. Mehnatda ham bo'ladi, jinoyat huquq bo'limida ham, masalan, uy-joy bo'limi. Bu nima maqsadda qilingan? Talaba har xil sohadan ozgina bo'lsa ham o'rganib ko'rsin degan maqsadda. Ha, o'zim ham bu jarayon ichida qatnashganman. Ya'ni biz misol uchun ustoz sifatida turardik, talabalar o'sha savolga javob yozib bizga tashardi, tekshirib chiqardik-da. Agar to'g'ri bo'lsa to'g'ri yozdingiz, agar xato bo'lsa mana bu joyini to'g'irlang desak, talabalar juda tez ishlardi. Ya'ni to'g'irlang degan paytda to'g'rilab, ustoz endi to'g'rima derdi, ha degandan keyin jo'natardi. Shunday. Xo'p, boyagi savolingizga sun'iy intellekt xavfmi yoki imkoniyat dedingiz-ku. Juda katta bir dolzarb masala. Shunday. Xo'p, deylik, hozirgi kunda o'zbek tilida, o'zbek qonunchiligida ishlaydigan sun'iy intellektlar ham o'zi ishlab chiqildi. Lexia-mi, Tuzuki-mi, boshqasi ham bor. Ya'ni biz klinika talabalari undan foydalanishni tarafdorimiz va bilishini tarafdorimiz. Foydalanganda ham vosita sifatida foydalansa yaxshi. Ya'ni oxirgi yechim sifatida emas, vosita sifatida foydalangan tarafdorimiz. Lekin bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak. Talabalarga menimcha biz yaqin orada yangi bitta shu kursni tashkil qilmoqchimiz. O'shandan foydalanish qoidalari bo'yicha. Bu yerda etik qoidalari ham mavjud. Chunki ayrim holatlarda boyagi o'sha savolni javobini tekshirmasdan agar berish holati bo'lsa, juda katta nima deydi? Qonun etika qonun qoidasining buzilishi bo'lib hisoblanadi. To'g'ri, sun'iy intellektdan foydalanish bo'yicha bari axloqiy normalar hozirgi kunda ishlab chiqilyapti. Onlayn savollar bo'yicha bizda hozir talabalarimizga ham bitta murojaat bor edi, o'sha tezerga qo'yaverasiz buni ham. Kazuslarni, yakuniy nazoratga berilgan savollarni bizga jo'natmanglar. Hurmatli talabalar, baribir bilamiz buni. O'shanga kazus nazorat savolini sizlarga berilishidan maqsad nima? Sizlarni bilimlaringizni sinash, uni amaliyotda qo'llash, ya'ni ko'nikmani shakllantirish. Biz unga javob berganimizdan sizlar hech narsa o'rganmaysizlar. Undan ko'ra klinikaga kelinglar, biz sizlarga o'rgataylik. Endi keling, mana xuddi talabadan so'raganingizga shuni davom qilib ketamiz. Klinikada faoliyat yuritayotgan talaba oddiy talabadan qanday farq qiladi? Xo'p, juda yaxshi savol berdingiz. Ya'ni birinchi biz highlight qiladigan deydi-ku, birinchi biz urg'u beradigan tomonimiz bu talaba insonlar bilan ishlashni o'rganadi. Siz zo'r mutaxassis bo'lishingiz mumkin-da. O'zingiz sohangizda yetuk bo'lishingiz mumkin, lekin oddiy muloqot ko'nikmalari sizda bo'lmasa, sizni bilimingizdan hech kimga foyda yo'q. Biz boshidan birinchi kundan talabalarga o'sha 2 kunlik trening o'tamiz. Hali fuqaroni oldiga qo'yishdan oldin 2 kunlik treningda nimani o'rgatamiz? Biz aytamizki, fuqaroni birinchi eshitish madaniyati bo'lishi kerak. Eshita bilish kerak. Chunki ko'p joylarda fuqaro nimaga bizgacha keladi, eshitishmaydi. Bu birinchisi, eshitishning qoidalari bor. Keyin uni eshitgandan keyin to'g'ri savol bera olish kerak. Savol berishning ham qoidasi bor. Boyagi protsessda o'tilgan ochiq savollar, yopiq savol, indirect question deydi. O'sha uni ham qoidasi bor-da. Qachon ochiq savol berasiz, qachon yopiq savol berasiz va eng muhimi murojaatni tahlil qilish masalasi bor. Ya'ni bizga kelgan fuqaro har qanaqa muammo bo'yicha keladi. Uni ichida iqtisodiy masalasi bor, psixologik masala bor, ijtimoiy masala bor, ozgina huquqiy masalasi ham bo'lishi mumkin yoki bo'lmasligi ham mumkin. Lekin biz majburmiz uni qabul qilib eshitishga. Demak, bizni klinikada amaliyot o'tagan talabani eng katta yutug'i
fuqaroni shu yurib kelishidan boshlab o'sha tipologiyasi borda, biz o'sha treningda o'tamiz. Fuqarolarning turlari bor, murojaatchilarning turlari bor. Shunda qarab aytadi, ha, bu qanaqa fuqaro, prinsipi o'zi skaner qilib aytadi, unga qarab munosabat qiladi. Bizning fuqarolarimiz, mana bizning talabamiz bo'lgan voqea bu ham Adliya vazirligiga ishga kirgan, ishga kirishda imtihonni topshiryapti. CV'sida klinikada volontyor bo'lganligini yozganligini o'zi unga nima berganda, imtiyoz bergan. Ya'ni fuqaro bilan ishlash yuristning birlamchi vazifasida. Shunda qarang, demak, yuridik klinikada faoliyat yuritgan talaba advokaturaga yoki sud tizimlariga tayyor bo'lib boradimi yoki? Xo'p, qarang, u amaliyotga tayyor bo'ladi. Nafaqat sud tizimi, boshqa davlat har bitta davlat organida fuqaro bilan ishlash bo'limlari bor, har bitta davlat organida. Bundan tashqari, bu yerda men hozir bitta muhim jihatini aytdim-da, bundan tashqari ijro intizomi degan narsa bor. Mana hozir bizda uni talabalarga o'rgatishmaydi. Bironta syllabus yo'q, bizda modul yo'qki, ijro intizomini o'rgatadigan. Klinikada bizda bor shu. Biz klinikada o'rgatamiz. Mana nizomimiz bor. Demak, talabaga bitta savol biriktirildimi yoki talaba bitta fuqaroni qabul qildimi, avtomat tarzda talaba bilan ishlaydi, muddati bor. Va bitta narsani faraz qilyapsizmi? Hali talabalik vaqtingizdan sizni kimdir so'rab kelyapti universitetga. Nodir aka borlarmi, qachon keladi deyapti-da. Bu status beryapti talabaga. U ko'nikma, ya'ni networking bu yerda talabani biz haqiqiy ish sharoitiga moslayapmiz. U auditoriyada uni boyagi talabalik rolidan u asosiy rolga chiqyapti. Ya'ni fuqaro bilan ishlash, unga nimadir ko'rsatish yoki maslahat berish roliga chiqyapti. Bu juda katta masala. Shunday o'zi talabalarda ham o'zi ko'p ko'rardim. Bugun navbatchiligim bor deb yugurib kelishardi yoki o'tirishardi kechgacha. Biz imkoniyat beramiz, o'zini rivojlantirishga imkoniyat beramiz. Marhamat, mana kerak bo'lsa 4-kurs talabasi kelib 2-kursdan o'rganadi. Aybi buni 4-kursda kelganligi. Uni yutug'i 1-kursda kelganligi. Hatto yana bitta narsa bor, yuridik klinikada o'sha talabalarga har oyda yoki har 2 haftada treninglar ham o'tiladi. Alohida mutaxassislar tomonidan. Qarang, bizda bir maqol borda, bermasdan oldin talab qilib bo'lmaydi. Talab qilishdan oldin berish kerak. Biz talabani shunday auditoriyadan olib, kelib o'tirsa, men buni qabul qilib, unga maslahat ber desak, uni boyagi jarlikka itarib o'rgan bo'lamiz. Birinchi o'rgatishimiz kerak. Xo'p, mana shunaqa senga odam keldi, jahldor, ustingdan yozaman deyapti. Nima qilish kerak? Uni qanaqa qabul qilish kerak? Qanaqa tinchlantirish kerak? Nima deyish kerak? Birinchi biz unga o'rgatamiz. Keyin uni o'zi kutadiki, qachon shunaqa odam kelar ekan, men shu olgan bilimimni shunga ishlab men ko'nikmaga ega bo'lay deb. Birinchisi, ikkinchisi, mana bizda hozir qonunchiligimizda juda ko'p o'zgarishlar bo'lyapti va qonunchilikdagi o'zgarishlar natijasida demak, xalqimizning huquqiy ongi madaniyatini oshirishga ehtiyoj paydo bo'lyapti. Deylik, o'sha subsidiya bo'yicha shunaqa o'zgarishlar bo'ldi, aliment masalasi boshqasida juda ko'plab savollar o'zi avtomat bilinadi-da. Mana subsidiya bo'yicha nima bo'lganda, onlaynda ham, offlaynda ham yopirilib bir xil mazmundagi savollar kelaverdi-da. Demak, biz nima qilamiz? O'sha sohani egalari bilan bog'lanamiz. Demak, pensiya masalasi bo'lsa, pensiya jamg'armasi, soliq bo'lsa, soliq qo'mitasidan bir kunni belgilab chaqiramiz. 2 kun kelib ular bizning talabalarimizga trening master klass o'tib beradi. Ya'ni amaliyotda bo'layotgan muammolar, nima uchun bu muammo kelib chiqyapti, nima uchun fuqaro bizgacha kelyapti va unga qanday tushuntirishimiz kerak. Bo'ldi. U xodimga ham bu yaxshi. Nima uchun yaxshi? O'sha 20 ta fuqaro pastda mana shu yerda masalasi hal bo'lsa, uni vaqti tejaladi. Ya'ni bu talabamizga ham yaxshi, talaba o'sha masalada bilimga ega bo'layapti. Bu fuqaroga ham yaxshi, fuqaro ovora bo'lmayapti ortiqcha. To'g'ri. Va yana bir narsa bor, hattoki hozir yuridik klinika faoliyati ya'ni o'sdi-ku. Oldin onlayn yoki o'zida qabul, hozir sayyor qabul ham boshladi. Demak, aynan mahallalarda qanday faoliyat yuritmoqda yuridik? Xo'p, hozirgi kunda yuridik klinikamiz mahallalarda ham fuqarolarning huquqiy ongi madaniyatini oshirish, huquqbuzarliklarni oldini olish, ayniqsa yoshlar o'rtasida o'sha jinoyatchilikka qarshi kurash bo'yicha tizimli ishlarni yo'lga qo'yib kelyapti. Bizda deyarli har kuni Toshkent shahrining mahallalarida sayyor qabullar tashkil qilinyapti. Maqsad nima? Maqsad biz klinikada fuqaroni kelishini kutib o'tirmaymiz. Ya'ni kelgan fuqaroni qabul qilaveramiz.
va tizimli ravishda alohida guruhimiz, talabalar, o'qituvchilarimiz joylarda chiqib, mahallalarga birinchi maqsad o'sha qonunchilikdagi o'zgarishlarni mohiyatini tushuntirish. Deylik, mana nikoh yoshi bo'yicha o'zgarishlar bo'ldi. O'sha nima maqsadda qilindi? Xo'p, nima afzalliklari bor? Xalqqa yetkazishimiz kerak va ikkinchi qismi, sayyor qabulimizning eng muhim qismi o'sha joydagi fuqarolarning murojaatlarini qabul qilib bepul huquqiy yordam berish. Ya'ni biz kutib o'tirmaymiz, mahallada, joyida, o'zida fuqarolarga yordam berish maqsad. Shunday talabalar bunda ham ko'p narsa o'rganadi. Ya'ni oldin kelgan mijoz bo'lsa, endi mahallalarda qanaqa insonlar bor, ular bilan qanaqa suhbat qilish kerak. Xuddi shunday. Xo'p, yana bitta loyihamiz bor. Men uni aytmasam bo'lmaydi. Bu street law loyihasi. Ya'ni mohiyati nimadan iborat? Yoshlarni interaktiv usullar asosida huquqqa o'rgatadi degan g'oyaga asoslangan. Bugungi kunda yoshlarimiz kimga taqlid qilyapti? Ular uchun avtoritet kim bugungi kunda? Ko'chami yoki boy odammi yoki trenermi, ya'ni bilmadim. Ular uchun bizni yuridik universitetning talabasi bo'lish bu hazilakam status emas. Yuridik universitetning talabasi juda ko'plab abituriyentlarning orzusi. Demak, bugungi kunda biz maktablarning yuqori sinflarida o'sha yuridik universitetning talabasi o'zini namuna qilib borib yoshlarga bugungi kundagi yoshlar orasidagi muammolar bo'yicha interaktiv dars beryapti. Maqsad nima? U yo'lini to'g'ri olsin. Boyagi narkotiklarga berilmasin, jinoyatchilikka berilmasin, bugungi kundagi boyagi kiber muhitga qaramlikka kirib qolmasin. Ya'ni bugungi kunda yashayotgan jamiyatdagi real imkoniyatlarni bilsin. Ayrim paytda o'smirlarimiz ko'chaga chiqib mushlashadi, oqibatini bilmaydi-da. Oqibati uni qamoq bo'lishi mumkin-da. Jinoiy javobgarlik bo'ladi, uni bilmaydi. Demak, agar biz yosh katta o'qituvchilar borib uni tushuntirsak, yana keldi bittasi ma'ruza qilib boshini og'ritib vaqtini olyapti deydi. Lekin talaba borib o'zini tilida tushuntirsa, ot tilini ot biladi deganda, u boshqacha qabul qiladi. Mana shu street law loyihamiz ham hozirgi kunda Toshkent shahrida 30 ga yaqin maktabda amal qilyapti. Uni respublika miqyosiga yozish rejalarini hozir nima qilyapmiz, o'ylab ko'ryapmiz. Rahmat javob uchun. Endi o'zi asli so'nggi savollarimdan biri, ya'ni mana har bir talaba kamida 1 yil miqdorda yuridik klinikada amaliyot o'tash kerakmi yoki shartmi? Siz qanday fikrdasiz? Savol bo'ling. Ha deganingiz keyin bo'lgan, haq rostdirdik. Xo'p, men boya yuqorida aytdim, xorij tajribasini o'rgandik dedim va birorta davlatda, men shu paytgacha nechta davlatdagi o'sha klinikani nimani ko'rgan bo'lsam, 20 dan ortiq. Birorta davlatda bizdaqa talabalarni ko'rmadim. Nima sababdan? Qaysi jihatdan bizdaqa? Bizda mana 1-kursda talaba kiradi. 4-kursni bitirgancha biz bilan birga. Hech kim majbur qilmaydi, hech kim yo'qlama qilmaydi, hech kim oylik bermaydi. Kelaveradi. Chet elda unaqa emas. Chet elda mana siz bitta fuqarolik huquqini, jinoyat huquqini o'qiysiz, bir marta o'qiysiz, bir semestr, 1 yil. Shundan keyin qaytib o'qimaysiz. U yerda xuddi shunaqa alohida fan sifatida qaraydi. Bizda unaqa emas. Bizda masalan klinikaga kirdimi, erkinlik. Lekin kamida 2 haftada 2 marta kelib navbatchiligini qilish kerak. Qolgan payti biz uni bo'ldi, sen 1 semestr bo'ldi, ketasan deya olmaymiz. Haydamaymiz. Va statistika nima? 99% talabamiz biz bilan dov tugatguncha. Zo'r bu, juda zo'r. Endi keling, so'nggi savol beraman. Endi hozir mana biz hozir talabalar haqida gaplashdik, talabalar qanday faoliyat yuritish haqida gaplashdik. Bundan ayrim fuqarolar ko'rib ikki xil xulosaga kelish mumkin. Birinchi xulosa shuki, demak bir talaba bizga bitta javob berguncha shuncha etapdan o'tadi, ya'ni bosqichdan o'tib boradi, keyin bizga javob beradi degan xulosa. Lekin ayrim insonlar o'ylashi mumkin, talaba javob bersa qanaqa bo'ladi, maxfiylik qanaqa bo'ladi degan savol. Demak, fuqarolar huquqiy yordam olishga qo'rqmasligi uchun nima qilish kerak, qanday bo'ladi jarayon? Rahmat. Demak, haqiqatan ham bizga kelgan fuqarolarni ayrimlarida shunaqa tasavvur, tushuncha borki, bu yerda advokatlar bepul yordam beradi degan tushuncha bor. Ayrimlarini boyagi davlat tashkilotlari mana shu adresga borsang, senga bepul ariza yozib beradi deb advokat deb uni jo'natishadi. Ular shunaqa
tushunmovchilik bilan kelishadi va bu yerda ularni talabamiz kutib olib o'zini tanishtirganda ularda qanaqadir bir norozilik kayfiyati bo'lishi mumkin va biz fuqaroni dardini eshitishdan oldin qoidani tushuntiramiz klinikani. O'sha qoidani ichida birinchi narsa man yuridik universitetni talabasiman va klinikani volontyoriman. Sizni murojaatingizni qabul qilib olgandan keyin professor o'qituvchi nazorati asosida o'rganib sizga yordam beraman. Agar siz bunga rozi bo'lsangiz degan joyi bor. Demak, va bu birinchisi. Ikkinchisi, biz yuqorida ham aytdik, bizda success storylarimiz, ya'ni muvaffaqiyatga erishilgan holatlarimiz juda ko'p talaba bo'la turib. Ya'ni talabalarimiz hali yurist diplomiga ega bo'lmasdan turib ham fuqarolarning muammosini hal qilishga yordam berishyapti. Va konfidensiallik masalasini aytdingiz. Bu juda ham muhim. Bizning asosiy tamoyilimizdan biri va boshida biz buni fuqaroga tushuntiramiz va o'sha fuqaroga tegishli bo'lgan ma'lumotlar klinika tomonidan ham hamda talaba tomonidan ham uchinchi shaxslarga berilmaydi. Bitta tushunmovchilik bor. Shu joyda men sizni podkastingizdan foydalanib fuqarolarga murojaat qilmoqchiman. Ayrim holatlarda fuqarolarimiz noto'g'ri talab bilan kelishadi. Ya'ni mani arizam bor, mani murojaatim bor, shuni yuridik klinikani nomidan beringlar yoki universitetning nomidan beringlar degan talab. Demak, biz fuqaroga yordam berishimiz mumkin, unga o'sha hujjatini, loyihasini ishlab chiqishimiz mumkin. Lekin o'sha murojaatni klinika yoki universitet yoki boshqa bir uchinchi shaxsning nomidan jo'natishga biz nima qila olmaymiz. Vakolatimiz yo'q. Shuni fuqarolarimiz to'g'ri tushunishlarini istaymiz. Rahmat kattakon. Demak, hozir mana Otabek o'zlarining so'zlarida success story deb o'tdilar. Ya'ni qanaqa yuridik klinika talabalar bilan bog'liq mana shu muvaffaqiyatli hikoyalar bor. Aslida yuridik klinikada yutilgan ishlar soni juda ham ko'p. Mayda bo'ladimi, juda ham katta miqdordagimi? Misol tariqasida bitta ish aytib o'tmoqchi edim. Kamron talabamizniki 4-etajdan 3-etajga suv oqib tushgan va 2 yildan beri fuqaro u etajdan egasidan kompensatsiya ola olmagan. Chunki egasi kimligini bilmagan. Asli egasi chet elda bo'lgan, boshqa odamga tashlab ketgan. U odam kvartirani qo'yib qo'ygan. Masalan, shu ishda ham bizga kelib murojaat qilganda to'g'ri ariza yozib, u etajni asli egasini to'g'ri familiya ismlarigacha topa olib fuqaroga ariza yozib berib, u arizani anaqa ish yutib chiqilgan va fuqaroga 50 million so'm undirib berilgan. Fuqaro foydasiga. Bu bitta ishimiz. Ikkinchi bundan tashqari ishimiz va yana bitta shu joyda bitta narsani qo'shib ketishim kerak. Agar xuddi ish talabamiz bir advokatga o'rganda, kamida 10-15% kamida. Albatta. Yana boshqa ishimiz bu qariya bitta insonga billing tizimi bizda mavjud, qarzdorlik va gazdan qarzdorligi bo'lsa, u 50 ming so'mdan o'tkazavergan, klik tizimini yaxshi tushunmaydi. Unga esa qarzdorlik kelavergan, tushunmovchilik bo'lgan va shuni orqasidan 1 million 700 so'm fuqaroga qarzdorlik yozib qo'yilgan. U Raygazga borsa, u yerda aytilgan, "Buvijon, siz to'lashingiz kerak, mana chek kvitansiya" degan. Uni qo'lida ham to'langan kvitansiyalar klikda chiqib turibdi. Bizni talabaga keldi, biz talaba har birini sochib tashlab, sanama yozib, to'langan pullarini sanab, ishlatilgan kub metrlarini yozib, raznicasini chiqarib berdi. Qancha lishniy ortiqcha pul fuqaro to'lab yuborganini va u bilan sudga yozib berdi va sud fuqaroni ishini qoniqtirdi. Ya'ni fuqaro yutib chiqdi va Raygaz endi unga falon bir anaqada kubometr davlat unga berish kerak bo'ldi endi. Rahmat kattakon. Mana endi o'z yonimizda talaba o'tiribdi. Sizda qanaqa muvaffaqiyatli hikoyalar mavjud? Success storylardan bittasi o'sha qarzdorlik masalasida o'sha tilxat yozib bergan, tanishidan qarz olgan bo'lgan, tilxat yozib bergan, tilxati bor, tilxatda aniq muddatlari, qancha summaligi keltirilgan bo'lgan, lekin u o'sha tanishi bo'lgan, boshida avval uncha e'tibor bermagan, keyin u muddat o'tib ketgan. Shundan so'ng o'sha ko'p joylarga murojaat qilgan, klinikaga murojaat qilgan, kelgan edi chet viloyatda. Biz unga o'sha sudga ariza yozib berdik. Keyin o'sha qarzdorlik bo'yicha tilxatlarni ilova qilgan holda yozib berdik. O'sha chekka viloyatda bo'lganligi uchun unga onlayn ravishda arizasini tashlab berdik. U o'zi o'sha tumandagi sudga olib borib bergan va natijada o'sha da'vo arizasi fuqaro foydasiga qanoatlantirilgan.
Rahmat kattakon. Demak, mana hozir ko'rib turibmiz. Yani muvaffaqiyatli o'zi asli hikoyalar ko'p. Hozir buni hammasini gapirib o'tirsak, oho, deb ancha vaqt oladi. Demak, o'shaning uchun hozir keling, Otabek aka, aynan yuridik klinikani kelajak loyihalari qanday? Xo'p, kelajakda juda katta marralarni maqsad qilganmiz. Ayrimlarini aytib o'tsam, birinchi masalamiz klinikamizni faoliyatini to'liq raqamlashtirish masalasi. Hozir Koreyaning Koyka dasturiga biz nima qilganmiz, Adliya vazirligi universiteti bilan birgalikda o'sha apply qilib, ularga prezentatsiya qilib berdik. Asosiy ikkita yo'nalishda case management system bilan student management system klinikadagi. Bu nima beradi? Bu hozir men 4000 ga yaqin case'ni demak avtomatlashtirish, raqamlashtirish, unda sun'iy intellektni demak imkoniyatlaridan foydalangan holatda fuqarolar hamda talabalar o'rtasida qamrovini oshirish. Ya'ni bu 4000 ta real case degani biz hozir 300 ta o'sha o'zimizning volontyorimizning orasida aylanyapti-da bu. Biz shuni agar raqamlashtiradigan bo'lsak, avtomat o'sha shaxsiy ma'lumotlarini yashirgan holatda 10 ta talabaga biz buni amaliy kazus sifatida berish imkoniyati oshadi. Bu bittasi o'sha, ya'ni klinikani amaliyot qismini rivojlanadi, haqiqiy amaliyot bo'ladi. Ikkinchisi student management system degani o'zi klinikaga qabul qilish, chiqish, klinikada masalan 200 dan oshiq talaba qachon nima ish qildi, kimga qanaqa maslahat berdi, hammasini izi turadi. U narsa ertaga talabani KPI bizda joriy qilingan. Ya'ni talabalarni har yil kamida 2 marta biz rag'batlantiramiz. Talabalar festivali bor, yozgi maktablar bor va o'shanda qiynalamiz. Sababi har doim biz e'lon beramiz, talaba qilgan ishlarini yig'adi, yuklaydi, biz uni qayta ko'rib chiqib juda ko'p mexanik vaqt sarflaymiz-da. Agar o'sha tizimni biz joriy qiladigan bo'lsak, bizda shunday ko'rinib turadi, 200 ta talabadan qaysi biri eng ko'p fuqaro qabul qildi, qaysi biri eng ko'p onlayn savolga javob berdi, qaysi biri eng ko'p mahallaga chiqdi, qaysi biri eng ko'p deylik video post tayyorladi va hokazo. O'sha bizga juda katta yordam beradi. Bu birinchi yo'nalish. Ikkinchisi, biz xalqaro hamkor universitetlarimiz bilan birgalikda hozirgi kunda yangi ixtisoslashtirilgan klinikalarni tashkil qilish yo'nalishida ishlayapmiz. Masalan, Germaniyadagi hamkorlarimiz, Polshadagi hamkorlarimiz bilan migration clinic deydi. O'sha migratsiya masalalari bo'yicha klinikani yo'lga qo'yish masalasi. Mana hozir Polshada ham, Germaniyada ham exchange'da o'qiyotgan studentlarimiz bor, talabalarimiz. Ularning imkoniyatlarida hamda ularning professorlar bilan bizning professorlarni demak o'sha tajribasini birlashtirgan holatda. Uchinchi yo'nalishimiz bu juda katta daraja, ya'ni siz boya talabaga nima beradi deganingizga bu bitta katta plyus qo'shadigan yo'nalish. Bu ham bo'lsa mediatsiya, ya'ni conflict resolution deydi. Biz shu paytgacha talabaga fuqaro bilan ishlashni o'rgatgan bo'lsak, endi mediatsiya klinikasida unga nizoni qanday hal qilishni o'rgatamiz. Bu yuqori level, yuqori daraja. Buni ham Toshkent mediatsiya markazi bilan hamkorligimiz bor, memorandum qildik. Demak, u bo'yicha hozir ishlayapti. Turkiyaning o'sha Boyazid Yildirim universiteti hamkorimiz bor, ular bilan ham birga ishlayapmiz. Shu bo'yicha yaqin yillarda shuni amalga oshirish rejamiz bor. Xo'p, yana bitta loyihamiz, u ham o'sha qo'shimcha talabalarga imkoniyat yaratish maqsadida Green universiteti hamda Cyber universiteti bor. Ikkalasi ham davlat universiteti va prezident qarorlari bilan tashkil qilingan. Green universiteti bilan aynan o'sha aholining ekologik huquqiy madaniyatini shakllantirish, oshirish, huquqiy bilimlarini va ekologiya sohasida demak huquqbuzarliklarga qarshi kurash, o'sha sohada kadrlarni tayyorlash bo'yicha alohida klinikani tashkil qilish. Bu bo'yicha ham alohida guruhimiz ishlayapti. Va Cyber universitetidagi klinikamiz aynan hozirgi kunda bizadagi murojaatlarni salmoqli qismini o'sha kiber firibgarliklar tashkil qilyapti. Kartamdan pul yechib oldi, boshqasi. Demak, u bo'yicha ham mutaxassislarni tayyorlashda biz hamkorlik qilish rejamiz bor. Xullas kalom, nima deydi, talabalar uchun, fuqarolar uchun va mutaxassislar uchun eshigimiz ochiq. Hozirgi 232-sonli prezident farmoniga asosan biz amaliyotchi advokatlarni ham talabalarga mentor sifatida biriktirish tajribasini yo'lga qo'ydik. O'sha advokatlar bilan shartnoma asosida ishlanadi va
o'zini o'sha tajribasini talabalar bilan ulashmoqchi bo'lgan advokatlar bo'ladigan bo'lsa, biz doim ular bilan ishlashga tayyormiz. Nima deydi, hozirgi kun bundan tashqari nodavlat nochor tashkilotlar bilan ishlayapmiz. Hozirgi kunda o'sha O'zbekiston nogironlar assotsiatsiyasi bor. Aynan o'sha nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlarini ta'minlash masalasida alohida talabalarimiz ishlayapti ular bilan. Rahmat kattakon. Albatta, xudo xohlasa maqsadlarga hammamiz erishamiz. Demak, ushbu loyihamiz aynan yuridik klinika faoliyatiga bag'ishlanganda hamda agar kim ushbu eshitib turgan talabalar yoki fuqarolar bo'lsa, yuridik klinikaga ushbu havola orqali murojaat qilishingiz mumkin. Rahmat Otabek aka. Zo'r bo'ldi. Ishlagan omad.